Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Saloh Mahmud. Sizlar bilan o'tgan videomizda aytib o'tdik, prostoy oddiy stolchiklar ko'rsatamiz deb. Shu buniki oddiy ko'rib turganimiz oddiy stolchik, lolapason deb aytiladi. Profildan qilsa, turbadan qilsa bo'laveradi. Biz profildan qildik, ichindagi uzorni naqsh deb aytadi. Ichida o'rtasida nesin? Shuni turbadan qildik. Nomimiz oddiy qadimgi dekopasonimiz. Shuni hozir endi materiallarni kesib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ishlab chiqarib klientimizga zakaz bor edi. Endi shuni mana turbadan ichine profil qo'ysa bo'ladi. Sizlarga qanday ko'rinib turibdi bilmayman, biroq oddiy ko'rinishi. Profilga turba qo'ysa bo'ladi, turbaga profil qo'ysa bo'ladi. Mana profilga profil bo'lgan pasona. Shuni har turli nesi, stanoklarimizni, seximizni ko'rsatamiz deb aytib edik sizlarga. Ya'ni stanoklarimiz, seximiz, o'zimiz uyimizda hozircha kichig'irim qildik. Naqdanniki Izabella pasonimiz bor, deko pasonimizdan shablonlarimiz bor, barini ishlab ne'g'animiz. Bularni bizga o'rgatgan bizning ustozimiz bor. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan Bo'y tumani deb aytiladi. Dilmurod Parlonov degan Dinva universitetida izlasangizlar ham YouTube'dan chiqadi. Bizning ustozimiz shu. Shu bizga hamma zatlarning sirlarini barlarini o'rgatib ne'qildi. Tayinmagan yerda kreslo pason stollarimiz ham bor. Tayinmagan kreslo pasonlarimiz. Bulardan ham endi klientlar kelib xudo xolasa olib ketaveradi. 6 kishilik stolchiklar hozir shu yerda turibdi. Stolni ichiga qo'yibmiz. Ulardan xudo xolasa ko'rsatib ketamiz degan niyatimiz bor. Shu yerda shablonlarimiz, barzatimiz shu yerlarda. O'zimiz uyimizda hozircha ishlab chiqarib ne'g'atyapmiz. Xudo xolasa bulardan bitgandan keyin bir video obzor qilib, kraskalab barzatib bitgandan keyin sizlarga ko'rsatib o'tamiz degan umiddamiz. Kichig'irim mehnatimizga bir like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz degan umiddamiz. Sizlar bilan men Saloh Mahmud. Kanalimizga like bosib, podpiska qilib qo'yasizlar. Murojaat uchun telefon qilib zakaz beramiz, yig'lamiz sizlar. Xudo xolasa nomerlarimizni qo'yib ketamiz. Shu nomerlarga xabarlashsangiz, sizlar bilan baylanishga chiqamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Saloh Mahmud. Sizlar bilan o'tgan videomizda aytib o'tdik, prostoy oddiy stolchiklar ko'rsatamiz deb. Shu buniki oddiy ko'rib turganimiz oddiy stolchik, lolapason deb aytiladi. Profildan qilsa, turbadan qilsa bo'laveradi. Biz profildan qildik, ichindagi uzorni naqsh deb aytadi. Ichida o'rtasida nesin? Shuni turbadan qildik. Nomimiz oddiy qadimgi dekopasonimiz. Shuni hozir endi materiallarni kesib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ishlab chiqarib klientimizga zakaz bor edi. Endi shuni mana turbadan ichine profil qo'ysa bo'ladi. Sizlarga qanday ko'rinib turibdi bilmayman, biroq oddiy ko'rinishi. Profilga turba qo'ysa bo'ladi, turbaga profil qo'ysa bo'ladi. Mana profilga profil bo'lgan pasona. Shuni har turli nesi, stanoklarimizni, seximizni ko'rsatamiz deb aytib edik sizlarga. Ya'ni stanok